uyquga to'yishni boshladim. Alhamdulillah. Va energiya to'la yuribman. Xullas qizlar, shu temaga bugun video. Bilasizlarmi, oldin meni urishardi. Bolalarni vohliroq uxlating, kelgancha uxlasin, bolalarni rejimga soling deb. No afsuski, u maslahatlarni eshitishga harakat qilardim. No bolalarim esa baribir ham har xil vaqtda uxlashardi, kech uxlashardi. Chunki kech biz turardik. Bolalarim bilan soat 9, 10 bo'lishi mumkin. 10 gacha uxlashardi. Men ularni uyg'otmasdim, chunki ular uxlaganda men ishlarimni qilib olay yoki хотя бы ozgina 1 soat bo'lsa ham tinchlik bilan naslаждаться qilib olay derdim. Keyin уже Muhammad Zohirjonni bog'chaga berdik va bundan keyin qizlar hamma narsa o'zgardi. Muhammad Zohir bog'chaga borishni boshlagandan keyin Mursalina ham vaqtida uxlashni boshlagan va Muhammad Zohir ham vohli turib, vohli uxlashni boshladi. Buni bolalarni men 9-10 da uxlatardim. Turmush o'rtog'im kelishlarini kutardim va ular bilan yurardim, uy ishlarimni qilib yurardim, telefonimda ishlarimni qilib olardim, bolalar uxlaganda maza qilib qolay deb. No baribir ham ertalab turib, energiyasiz turardim, chunki Mursalinaxon kechqurun 10 da uyg'onadi va kech uxlaganim sababli shunaqa tapshayib yurardim. Men o'sha odammanki, agar uyqum yaxshi bo'lmasa, kun bo'yi lanch bo'lib yuraman. Kim shunaqa bo'lsa like qo'yinglar. Xullas, oxirgi hafta maza qilib uyquga to'yib turyapman va kun bo'yi lanch bo'lib yurmayapman. Uyquga tortmayapti va yotib olmayapman. Oldin yotib olardim-da, ozgina uxlab olib 1 soat uxlab olib 15 minut uxlab oldim. Va buni yechimi bolalarimni uxlatayotgan payti erimga "Chao bambina Erjon, bolalarni uxlatgani ketdim" deb o'zim ham kirib ketyapman. Kirishdan oldin uylarimni, ichadigan narsalarni, ovqatlarimni bo'shatib qo'yib, hamma meni uyg'otish mumkin bo'lgan sabablarni hammasini bajarib qo'yaman-da. Xalajniklarga taqtashiyman. Keyin o'zim ham bolalar bilan birga uxlab olaman. Soat 9 bo'lsa 9 da, 10 bo'lsa 10 da, 11 bo'lsa 11 da. No, vohli uxlab olaman-da va shu sababdan 7 da bemalol turibman, даже 5 da ham turishga tayyorman. No aytmoqchiman, rostdan ham bolalarni rejimga solsangiz, hayotingiz ancha maza bo'lar ekan va uyqusiz ham ancha normal kelar ekan. O'shaning uchun bolalarni uxlatayotgan paytida o'zinglar uxlanglar. Oldin erimni o'ylab, erim bilan gaplashishim kerak, vaqt ajratishim kerak derdim. Albatta ajratish kerak. No, baram erim telefonda o'tiradilar, reelslarni ko'radilar, film ko'radilar. Men bu narsalarni afsuski ko'ra olmayman. Erim bilan yotsam uxlab qolaman. O'shaning uchun lutchi bolalar bilan uxlab olqalik deb xullas uxlab boryapman. No, uyquga to'yapman. O'zim sog'lom, o'zimga kerak. O'shanga naqa postga oxiriga keldim qizlar. Sizlar fikrlarni yozinglar. Sizlar vohli uxlaysizlarmi yo'qmi va qanaqa qilib uyquga to'yib turasizlar? Sizlarni yaxshi ko'raman.